Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Shu joyimiz sotiladi do'stlar. Yanında yana 2 dana uchastkam bor ekan. Bahasini sirasi aytib o'tib ketamiz. Joyning bahasi 300 million so'm. Hozir ko'rsataman manzilni neda ekanini. Manzil yana shu Chalovosh metan. 4 yildan galavashda yana Chalovosh metan, yana bu gazon. Gazonni orqa tarafında 6 sotikdan 2 dana uchastka bor. Uchastkani bahasi 20 milliondan har qaysi. 2 uchastka 40 million. Xalasangiz birsini olib, xalasangiz ikkisini kelishib ham beriladi. 20 milliondan 2 uchastka bor 40 million. Yana yo'l. Yo'l neda deb so'raganlar uchun yana shu yo'l yana. Yo'ldan taxminan bir 100 metr, 150 metr kirasiz yana shu uyina. Tezlik bilan, zudlik bilan sotiladi uyini. Qo'shnilarning uylari yana. Mana 2 etaj ham qurib qo'yibdilar, 1 etaj ham qurib qo'yibdilar. Kirib keladigan yo'limiz. Hozir uyga qarab yurishibdaman. Xohlasanglar uchastkaga telefon singlar ham bo'ladi, xohlasanglar joyni olaman desanglar joyni olsanglar ham bo'ladi. Bu uyni yer maydoni 6 sotik. 6 sotik yer maydoni, shu yerda uy ham solingan, chorbog'on boshini ichida emas. Girishni iloji bo'lsa uyga kirib ko'rsataman, bo'lmasa tashqi tomondan ko'rsataman. G'ishtdan solingan ekan, ustlari shifrlangan. Shu bilan to'xtab turibdi, boshqa hech narsa ishlanmagan. İçini suvag'i ishlangan ekan, yana da og'ochlari bostirilgan. Xohlasanglar uchastkaga telefon singlar ham bo'ladi, yo'ldan solaman deylar bo'lsa. Yana shunday ko'rinishda. Yana bu yon tarafında shunday shularga qarashli yer ham bor ekan. Bu shularniki qo'shnilar yashab turibdi yana. Chalovosh metanning yonida. Girmasalarda beklab qo'yibdilar. Telefon so'rayverasizlar, ozgina kelishib beraman deb turibdi. Olib remotlab bersanglar. Xohlasang bir de ko'chib kelib yashab o'tiribdilar. Ayni ishlar qurilgan. Va alaykum assalom. Bir de menimcha bularda yashab o'tiribdi, o'shuning uchun quyosh tushmasin deb meni vajdan qurib qo'yibdilar-ku. Zo'r og'ochlar bilan bosilgan, suvag'i ishlangan. Shu orqa taraf yeri 6 sotikning ichida menimcha. Joyni ko'radigan bo'lsanglar, shu telefon nomeri uy egasi deb yozib qo'yibman. Shuna telefon qilasizlar, hech kim girmasin deb yo'q qo'yibdilar. Shu to'ychana kirib yomon etib tashlamasliklar uchun uy egasini telefon qilasizlar, gaplashasizlar. Savol javoblar bo'lsa, hammasi telefonda bo'ladi. Yana bir uyi, u hali orqada, bu yoqda yana u yashab o'tiribdilar. Bu deganga bu eldi. Sentralniy birinchi ko'cha deb aytiladi bu. Zo'r mesjid yo'lning bo'yinda. Chiqasizlar asfalt. Bir de gazon. Gazonning yanında Chalovosh metan. Uy egasi deb yozib qo'yibman. Uyning egasini nomeri, telefon urasizlar, savol javoblar bo'lsa, kelishimi hammasi shu telefonda bo'ladi. Şimdi ko'rinishda. Şimdi videorolik bo'ldi. Kimga joy kerak bo'lsa, bemalol telefon ulashasizlar. 300 million kelishib beriladi. Xohlasanglar uchastkalarga xabarlashinglar. Tayyor. Yo'ldan solaman desanglar.